Nastinkaxon, o'sha qizni Ukrainadan olib kelayotgan bolasizmi? Joningiz sog' bo'lsin. Qarang olib kelmoqchisiz Ukrainadan O'zbekiston keladimi u qiz? Ota-onasi nima deyapti? Endi avvalambor lekin u qiz o'zi bilan hol gaplashgan, ota-onasi bilan ham boshqa tema gaplashgan. O'shaning uchun hozir Qozog'istonga va boshqa davlatlarga chiqib, o'sha davlatda kontentini qilib, o'sha davlatda kontent qilsam, u qizni taniydiganlar может o'sha davlatda kuzatib qolishi mumkin. Mana shu niyatim, xolasa boshqa davlatlarda tema qilib turib, buni topishni ham. Do'da. Endi mana shu hammamizni qiziqtirib qo'yayotgan bitta savol bor-da hozir. Bu qiz bilan o'qimoqchi, balkim O'zbekistonga kelib to'ylar bo'lar, to'g'rimi? Yaxshi ko'rasizmi? Ko'ngil bormi yo'q? To'g'risini ayting faqat, aldamang. U boshqa tema, lekin men asosiy maqsadim shu desva qilishim kerak, shu gapirganmanmi? Sen O'zbekistonga olib kelaman, shunaqa bo'lsa. O'zlari ashit bo'lgan, o'shaning uchun gapimga desva qilish uchun o'zbekistonliklar o'zbeklar hech qachon aytmaydi, o'shaning uchun mana shu narsaga bir o'rinda gapimga javob berib, u o'sha boshqa tema bo'ldi. Asosiysi gapimga javob berib borishim kerak. Gap bo'lishi mumkin emas. Qarang, men sizni qanchada borib kelishingizdan bilmayman, to'g'risi. Men sizga mana shu borib qaytguningizgacha agar odamingiz, sizni odamingiz, voy odamingiz, obunachingiz 600 mingta bo'lsa, hozir qancha? 412 ming. 600 mingta agar hozir bo'lsa, borib kelguningizgacha men sizni va o'zimni podpischiklarimning orasidan 20 ta odamni naq 2 kunga mana shu tog'ga olib boraman. O'ni yit dam olishi meni o'zimning hisobimdan bo'ladi. Hammamiz birgalikda, ya'ni o'sha 4 ta blogerlarni ham olamiz. Yo'q. Nima deysiz? Podpischilaringiz xursand bo'ladimi? Obunachilar xursand bo'ladi. Obunachilar 600 mingta bo'lishi kerak. 600 mingta bo'lishi kerak. Borib kelguningizda olasangiz, yoki bir yarim yilda borib keling. Baribir 600 mingta bo'lsa bo'ldi, shu borib kelguningizgacha. Nasikani olib kelishingizga omad tilayman. Xudo xolasa yo'lingiz bexatar bo'lsin, jigarim. Joningiz sog' bo'lsin.